Son seyirden tasfiye teşkil kurarız. Ya doğru mu? Hoppa ne? Yani 4 metre kaydı. Bu tane bir şey doğru mu? Tane değil şimdi. Yok. Ben? Tabii. Bisküviye karavari. Fırsat mı? Adışmadı mı? Onu taşıyalım. Yaxshi. Oluyor mu? Ne oluyor? Son seyirden tasfiye teşkil kurayım. Başka bir şey göreceğiz. Ayollar sonra verip pazarına gidip tasfiye yiyemezler. Bu üçü litro vermektir. Bu şan teşkil olmak için. Yok. Şu farklı etti de. Bu şey ha? Şey oldu. Mesela hiç bu çarpışın tipi ötesinden. Şey olacak. Ağırlı mı sonra şeyden? O bir de var da. Nasıl? Bir de var. Güzel değil mi? Akıl zamanı. Ağırlı mı? Yok. Yok. Evet. Ağzı şu. Çin ağzı keşke yaptınız. Sıkıntı değil. Doğru mu lan? Yürüyüş yaşlandı mı? Sizin adında o şekilde. Ağrı siz. Oraya holatın yangi günü vardı. O şekilde başka bir yerinde ki az koyuyor. Şey sıradan kurtarmakız. Bir aydan ziyade kitaplardan. Bu yıl oldu mu? Onun neticesini eminim sizin Uşağın orasından bir şey unutmayın. Bayağı hicamdan birinci sınıf alırlar. Hicamdan yaxşı buldum deb o'yladim. Hicamaya giriştiler. Onu şöyle okumam. Aşırıdan kursun. Adam Aşırıdan kursun. okuyor bu da. Hasta bildiğin var mı? Var. Aşırıdan. Kim toşladı? Var. Nerede? Kırsızda. Yok. Yok. Bunu sana okudu. Dunda var mı? Hangi basın? Var? Yok. Yok. Var. Tamam. Bayağı da nasıl var dedim. Üstüne koyuyor, üstüne Göldaç. yok. Yok. İster yok. Oraya o sırada teyken. Olmaz lan. Bir bana bu taraf şahsı mı? Hazır azizem. O hizmette kaçın çıkardı bilmiyorum. Bu görmüş lan sakın düşüyor. Oraya sıkıntı olsun. Yok olmadan o ister mi? Bir bana sakın şahsı var mı? Sakın utasını son suyu tasfiye uğradı. Tasfiye şey. Tazı unutkanı fundamı. Tazı suyu unutku oturadu. O skalozan var ekan da, ne unutku oldu sizde. Şundan skalozan var. Tasfiye şeyden de unutkanı tasfiye. O zaman skalozan var ekan. Şu anda seni düştü. Kolunu sıkıntı yok, sıkıntı yok. Racım geldi. Birinchi hayvonda o'ldiramiz. Bu dedi bana hayvan joydagi.
Mo'yna to'g'ri, bu shu nafas o'tasiz. Bir kurs Joyda turish kerak ekan. Joyda tushganmi? Ha, siz qiynalyapsizmi? Qonun yetiladi deb aytdi. Abid qildingizmi? Abid qildim. Kamera yedingizmi? Ancha bo'ldimi? Kameradan bittagina somsaydi. Bittagina somsachami? Somsa. Ishtaha yaxshimi yo bittagina somsa deysiz? Bitta somsada 50 so'm somsa. Bo'lajak boshlardim masalan, o'shga tushib chiqmasdan. Bismillah. O'zbekistonda mana shuncha yuqori sohasigacha uchinchi bo'yicha videoga tekib bo'ladi. 3 oygacha ya'ni Bu shu qo'shqo'rg'onda o'tasiz. Nechta to'yga ochib chiqaman. Bismillah. Yok, iki ben bu çekti yara teşhisler. Kaçıncı oldu? Ondan qanaqadir için olib ko'rdingizmi? Oyoq olganmi? Nima olgan? Sanoq qilib, o'sma qo'lmi? Turli için olgansiz. Osmo qo'ldan, tabletga, oddiy qo'llardan. Foyda bo'ldimi? Yo'q-da. Tomirda qisib qolgan bo'lsa, qo'lga ketmayotgan bo'lsa, millionta qo'lingiz ham foydasi yo'q. Qo'l suvi bo'lsa, dekompressiya qilish kerak. Mana bir surish kerak. 1 million tursa, kattasiga bo'ladi. Samarqanddan kelibdim men. Endi Samarqandga bordim. O'sha mana shu masala bo'yicha. Sen o'sha Samarqanddan inson qilyapti, 7 kun o'tib chiqdim, ayolni urushi bor degan. Endi qo'l tashqari inson, uchta yerda uchrasam qisgan. To'g'ri. Nima ko'rmasiz? Foydasi yo'q. Organizmni foydasi. Yengillashtiradi lekin. Yengillashgan so'zlar ustalar. Chidasa bo'ladi. Nega boyagi anada institutda 3 to'rga bormagan. 4 million. Uch qo'lda hozir. shuncha o'sgan bor. Ancha bardoshga yetgansizmi? Tapirada qolganmizmi nima ancha-muncha? Aytma. Yerdan oldingiz? Qayerda qo'ytirishdami? O'zida. Hozir o'zingizdan. 6 millimetre yarim santim. Demek ki institutun canı Barmog'ingiz chiqamaydi. Mana shudan sizga joylashtirib, yo'ldan chiqib, Nafas olib, nafas olyapsiz? Ancha chiqadi. Tam beremazmi? Mayli, ozroq. Qo'lingizga o'rnatamcha davolanganimiz. Skarez bo'lib keladi. Do'stlar, qachon skarez bugun? Yiqilmagansiz-a? Yiqilgan joyda ham bormi? Hozir skarez bo'lib keladi, ikkita tane. Tushunmadim. To'rtta narsa ko'rsatdi. Yo'q, ular protruzik. Ularni yaxshi olamizmi? Qattiq olasizmi aka? Ha? Menmi? Ha. Bundan ham qattiq o'raydi. Usta bir gap qiladi. Usta o'rgatolmaymiz. O'z-o'zidan keyin. Qog'ozlarni ko'rsatib, mana qarang, hammasini ko'rsatib. Unga apetitdan boshqa muolaja yo'q degan. Mana oqqan rezervni ishlamaganman men. Hayır, qolamiz. Keyin
Öyle. Yine böyle çıkarım. Bunu böyle zargınlığım çok tutmayız dedi. Bunu hatırlamıyoruz. Hatta okulda soru tutmadı. Buraya gitki orduma etti. Havayla büyük adam mı olur? Bir yerde yoluydu, Yollar. Bu da böyle çıkıyor. Atması. Orada biyolog. Öyle biyolog var. Yani kişileri oldu orada. Ne böyle? Şurada pasapta kamera, anşeli Tamam ya. anşeli kamera var. Oraya gidiyor. Yola sakar bitti soruyor. Yok, ona da yok. Ahmet açıldı. Ona da yok. Bu tamam da. Yok, çok iyi. Yurtlara sıkılganlarken çıkardığını organizinden iler sağlattı. Arttan kanatını her toparla utkunu. O çıkanlarken Ahmet koydu. Koydu. Organizanın forma tuttu. Sıkılganlarken spazm koydu. Şeylerden. Yumuşak. Duyuyordu. Ben böyle bir kontrol etiyordum. Oğuzdan. Ukrayna oteli falan. Ukrayna oteli çıkan. Kışın atıyor. Polis taşıyor. Bu sizde polise tokur gelmiyor burada. Tokur gelmez mi? Şişli var. Şimdi içim oturmuyor. İki yılda da. Otelde bir organize varmalar konuşmayalım. Konuşalım. Telefon numara var mı? Yok, hayır. İçim oturmuyor. Ha? Chat'te misiniz? Şeyde. Git komadın chat. Jahongir aka, Labbi. eslab qoling shu bolani. Xo'p, bular. G'alabanga bo'lmaydi. Boshdan boshqa yuradi-da. Xudo xohlasa nasib. Foyda tutilib davom etdilar. Bu menga yaxshi ekan. Yaxshi qoling, mana bu bolani. Qaror qilganingiz yetarli. Yaxshi ekan. MZKT muqaddam tur ko'rsatgan eng kattasini 3 oygacha. Tur. Yumurtaga tushyapti 2 oydan keyin 10 bo'lyapti. 10. Qishlog'imizda sizda o'shdimi? O'sha qo'yibmi? Bitta chiqdi, nafas oldi. Tamam. Yine taşıyalım. O şey şuraya gitti. Ağırlık. Ağırlık yok. Tamam da. Yok bende yok. Tepeye kadar bitti öteyim. Tepeye. Sal pasar kaç. Kurtarırız. Kulisini kuruyor bu bari. Şunu nafasını çıkarırız. Kasım kısa bakıyor. 70 kuruş kısırıp durgan joyga o'tkazib tashlagan vaqt. Skalizdan to'g'rilanadi. Uzilib bitgan nima bo'ldi nimada? Sızlab gitmiş.
Bilgisi bo'ladimi? Bu o'yin ko'klar. Jabirgacha bormadilar deyman. Ayog'isi. Ya borganmasa ham sezmadim. Men bo'lganda seziladi. Bo'shalanmadimi? Hozircha aylanmadim. Ko'ngil aylanmadimi? Yo'q. Sekin tushib ko'rinishdan yomg'ir turgan tirsaydi yomg'ir. Tirsaydi tayanib. Qo'l yetadigan bo'ladi deb yetmadimi hali? Endi. Kuramiz do'stlar chunki. O'rganma bo'ladi. Ishimsa bo'lgan chiqmagan ham sinmagan ham. O'zimiz yetmaydi. Mayli azob beradi. Mana bu agar qayerda Mana kunday bo'ladi. Yig'ildi, sinmagan ham, chiqmagan ham. Yig'ildim. o'zida o'zi. Ancha u ketdi-da, sutman mas Hadi bo'lmadi. bundan o'tish kerak. Sutmagan mas bo'lmadi. Mümkün insan, dikkat. Üsküle hareket olsa, aynarsın. İlgilensiz mi? Yig'ilashdan birinchi bitta bordaydi yana og'riq nega shu og'riqni o'rganib qoldim men. İki boy bilen eski oğlum mu, yangi oğlum mu? Eski Eski oğlum mu? og'riq. Qanday chaqdi? To'xtay olib turasiz. Ha, hozir. Sonra. Tırsaylar. Saç değil mi? Kullar gelmedi. Bir şey anlatıyor. Şöyle. Şu ortada bakalım kadar. Ortada mı git oldu mu? Ketgan. Yana bir istaganda. Qayerda bo'ladi to'g'ri ovoz? Bildi. O. Yatınızda. Yomg'ir eding. Yo'qmish. Qorin bilan o'zgartirish mumkin emas. O'ldiryapti. Keyin tushiramiz. Istab ko'ring, men kecha bo'lmas. 5 yil oldin mana bo'lgan qo'lingizga. Bunogami? Ha. Kami 5 yil bu. Kami. Nimadan keyin? Hozir doktorga aytdim, doktor. Nimadir qilamiz, cho'kdi o'qidi dedi. Az ko'ramiz ha. Shukur inshaalloh. Yo'q, boshqa. Yigirma uchinchi yilda Shotimirda kelib o'sha O'zimiz suvni tuzlash. yerda. So'zga kelgansiz. So'zimni. Serdammi? Bilmam, o'tib yaxshi bor, balki siz Tushunmadingiz. Sharaf 23-chi yil. O'zimiz suvni tuz. Qayerda bo'lgan? O'sha yerda tomosha qildik rosa. Shuni harakatimizni tushiring. Keyin navbat bizga keldi, men kirdim keyin. O'shani o'rgan ekan. Yuring. Kanal yaxshi yuring, aylanmang. Tekshirib ko'ring, o'tirib ko'ring, engashib ko'ring. Esib olmasa yaxshi. Bilasizmi? Ha, qo'ldan og'riq. Ha, engashib turolmayotganda, biz 20 kun bo'ldi. Mamlakatga boribdi. 15 kun bo'ldi, 20 kun bo'ldi. Qisib turgan mutqani ochiq bor. Yana katta muammo yo'l skalasi bor ekan faqat.
Kirishi ham yo'q ekan. Retrovizer bor ekan. Boshlanishi. Ikki tomonlama skleroz bor ekan keyin. Skleroz nima degan? Qishi, sirpandir degan. Qishigan. Osteoxondroz bor ekan. Uni qidirib yaqinlashish osteoxondroz. Xalq tilida tuz deydi, tuz masalasida. Osteoxondroz. Ha, bu terlar, qo'l kuch chiqib, shamollatib. Yillar davomida sizga xizmat qilgan o'tqani yaqinlashish osteoxondroz deyiladi. Undan keyin protruzia, keyin grija keladi. Grija yo'q ekan sizda o'zi. 20 kun rejim qilasiz, o'tirmay turasiz. Ko'proq turib yursangiz bo'ladi, yaqin avtobusga turgan vaqtingiz. O'tirsangiz yana давление o'tqa yaqinlashadi. Yana qisib qolish. Yotish yurish tamom. Ha, o'tirmaysiz. 20 kundan keyin ko'rib ketasiz ikkinchi seansga. Ha, Eski og'riq bo'lsa, ko'pchilik bittadan yaxshi ketadi. Mana katta stenozdan o'tgan skleroz bor ekan, o'shani ko'rishimiz kerak. Agar og'ir bo'lsa kerak bo'lmasa shuna shaklab ko'tarib. Atrofda ko'rib ketgan yaxshi skleroz ko'ramiz. Hech yerda bo'lsa ketaveradi. Qay darajada bo'lgani. Shu. Yengil bo'ldingizmi? Ancha yaxshi, yengilman. Aytyapman-ku, o'tgan yil o'zimizda ba'zida yotdim, 10 kun yotdim. 10 kun qo'lni urdim. Vrach shunaqangi professional vrach ekan. Hatto tomirni ham shu qilmadi. Hali unaqa eshitish borib turdi. Shunday 10 kundan keyin chiqdik, uyda 3 kun bo'lib, 3 kun xotin temperatura qilib kasal. Ana shundan keyin bo'lmadi deb. Hozir Samarqandga ketdim. Samarqandga kecha tarixda bordim. Shunaqa qilib katta klinika Jonboyda. Eshigi yozbasham falan qildim. Davolaydi, bu durdi deb kirdim. Soat 6dan boraman. 4ta kasal qildim. Kasallar hangi o'g'il qo'lon bor, tabletim bor, cho'zadi. Nima parafin, sarafin degan bir narsalar mayda to'kib bu o'tgan zo'r edim. Marloga boramiz deb. Shunga keldik.